Итак, дорогие братья, персы, таджики, конечно же, мы не хотим своих братьев-таджиков бросить, да, мы не хотим этого. Видите, что случается? Вот так вот, как они закрывали школы в Самарканде и Бухаре, там, где живут таджики, в этих городах, нету школ. В Бухаре нету школ таджикских. Вот это вся проблема, понимаете? Проблема, надо шире думать, нам, всем таджикам, и говорить правду только правду. Вот как они неправду говорят, вот так и случается, да, с ними. Они пришли на наш дом, мы их научили писать, читать, книгу читать, научили Корану, молиться научили. Вместо того, чтобы сказать спасибо, нас обзывают люли, джуги, кучманчи, с Индии пришли, да. Вот так и обзывают. Жиды обзывают жидами даже. Вот представьте себе. Кто же это делает? Кто? Вот соседняя страна, люди из соседней страны. Вон еще есть. Смотрите комментарий. Последний комментарий на сегодня, но он очень длинный. Я эту комментарий поставлю на другой части. Очень интересно, друзья. Давайте посмотрим и послушаем, друзья. Поехали. خب السلام علیکم. من اینجا به عضو تحت کامنتری من شما перевод کردم. اینجا به جونی بک 718. ya'ni bari ufsos shinishoh shoh temur o'z millati uchun kurashgan, buni hech qanday yomon joyi yo'q. ya'ni ki bari millatash harakat qilib ina hech joyi gandish nes ufsos bari shinishoh shoh temur nom tojik qasali bekash qatibos. اینجا به tarixiy fakt ufsos o'zbek millati tuzilishga qarshilik qilgan odam o'z millati uchun kurashadimi? Aksincha Shirinshah Shoh Temur tojik millatiga mas'ul emas, u Pomir va yana Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va Xo'jand hech bir vaqt tojik sulolari qo'l ostida bo'lmagan. Bo'lsa ham o'zlariga da'vo qilgan. Bu millatchilik emas. Ya'ni ki inja baksaski Shirinshah Shoh Temur o'zbekov protiv bo'lgan so'z. Bular. Soni va Pomir bu tojik nabud so'z. Soni Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Xo'jand این جاهای ای توجیکستان کدن هم خوخدگی lekin tojik va daxlash neyiz yagon sulolai tojik va daxlash neyiz xusus. Avlash inja o'zbek millatlasha protiv bo'l xusus. Va chi Fayzullo Xo'jayev chi Fayzullo Xo'jayev chiqinkat Buxoro va yagon tojik neyiz ku. Islom Karimov chiqinkat tojik va pasportash o'zbek neyizda tojik va kanka patov. yoki inja va Samarqand Buxoroga kelsa, Samarqand Buxoro beamon tarkibi Somoniya bo'ldi va davomida даже Amir Temur davlatish nabud. Avval pesh Qo'shonu digar yo bunja Sug'diyona Baxtiyorona bud, ayni muhim bud va yoki Surxondaryo tarafi va fikram Usturushandagi davlat bo'lgan, ammo Surxondaryo medaromdagi men navidna inja bu yoqda vaqtda davlatchabagi tarixi va Surxondaryoki Tojikiston tarafi medaromdagi. Masalan, amin Surxondaryo, Tojikiston, Samarqand va nazik jo'hoba tarixi va UAG-omdagi UAG donadigar Eroni anamu Kushon UAG ya'ni konfederatsiyadagi badiiy va soni yaxshida hamon hozir anamiz Surxondaryo nazik javobi to'kishida soni Kushon davlatiga so'xdagi in da'vosh neto. Mana inja vaqtda ammo tojiklar ham Shimoliy Hindlar bilan ham aloqasi borligini bilarsiz. Ya'ni ki injaba anaku tojiklar Hindoki nazik usos, ya'ni xunash. Ne onun meydonayım ki Skifiyo Hindistan'a raftegi Indo Skif mögen. Benetki ino ham Skifo'ya davo mukunan ham Tojiko ki Hindo nazik mögen lekin Skifo gap namizanan. Skifo'ya Hindistan'a raftegi çaga. In çime gidak bana Pakistan Hindistan tarafı bu raftegi. Yakta durur. Akın acaba Moğol deganini qayerdan eshitdingiz? Moğol bilan Turkni farqiga bormaysizmi? Hozir bu bilan barcha musulmon o'zbeklarni haqoratlayapsiz. Misol biz o'zbeklar ham tojiklarni hindlar bilan aloqasi bor deb ayta olamiz. Ammo ko'nglingizni og'ritmaymiz va mutlaqo sizlarga aloqasi bo'lmasa ham, ammo o'zbeklar hech qachon o'zini mo'g'ul demagan, o'xshasa ham bunday emas. Qarshi jo'xsaski mo'g'ullarga o'zbeklar daxlash neyiz?
ya'ni ki turk mo'g'ul famashim namerim usas, hech qanday daxlash neys usas. Ya'ni ki mo'g'ulo o'zbekoki monand bo'shadamki, o'zbeko mo'g'ul ne usas, lekin bedonamki, o'zbeko mo'g'ul. Ikinchi balkim bir bordir, lekin bu hech narsani o'zgartirmaydi. Chunki madaniy jihatdan hindlardan juda farq qiladi va hind DNKsi juda oz foizlarni tashkil qiladi. Umuman olganda har bir millat vakilida o'zi bilmaydigan xalqlarning DNKsi juda oz foizda bor usas Jonibek 780. Ya'ni ki har yak millatda masalan diğer millete xonash hast, lekin xudo juda nag'z navedadi inchisa usas. Davo что ли? Ya'ni ki in hech hal namkunad usas. Hinda denkesh budagish. Ana kunjaba tarixiy fakt. Ko'chmanchi Sibir o'zbeklari juda oz miqdorda ko'chib kelgan. Siz bu bilan butun boshli o'zbek millatiga shakllangan xalqning aloqasi bor demoqdasiz. Uzuru hozir o'zbekoya masalan gem yakdota ajdosh bo'shadanki davri amun Chingizxonga ko'chdomdagi. Peshasi Chingizxon nabud. Hamma Chingizxonga ko'chdomdagi. Zaybat kadinam butun. Yani kakusaski ama o'zbekka kamekak urg'ash asli bir ko'chdomda o'zbekoba qatchigi. Tu hozira millat hisoblashma shakl kitagi o'zbeklar haqora do'ysi kusas. Akut Jonibek 780 kusas. Ha, lekin tojiklar Hind davlatlarini tojik demaydi. Ya'ni ki tojiko Hindo soxtagi davlatga tojik davlat nima bo'ldi? Yoki hindlarni tojik urug'lariga qo'shmadi. Yoki kusas Hindoya tojikoya urug'ashba, xunashba, denkishba qat'iy namkunad. O'zbeklar esa mo'g'ul urug'larini o'zbek deb ataydi. Ya'ni o'zbeko mo'g'ul urug'oya ay o'zbek megit kusas. Va o'zbek degan atamani ham Oltin O'rdadan boshqargan mo'g'ul o'zbekxondan olingan. Ya'ni ki o'zbekdagi nom, o'zbeko xudo nomash, amun Oltin O'rda banki yoki amun tarafı ko'chdomdagi o'zbekxona nomash kitashagi kusas. Ya'ni amun mo'g'ul. Yaxshi, unda ammo 90% qariqliq o'zbek unday deb atamaydi. 90% qariqliq xudoshona ixay mo'g'ulda fikrnomikadan xo'p. O'zbeklarni yomon ko'rsangiz O'zbekistondan chiqib keling. O'zbekka ganamina O'zbekiston burundarroq. Shu mo'g'ullarni ko'rmaysiz. Mo'g'ullarni aminiksiz. Xo'sh. Anomat o'zbek, ya'ni bek kutigan girkusa, chi bu o'zbeklar va O'zbekiston rivojlanmoqda. Zato O'zbekiston Tojikiston kabi quloq emas. O'zbekiston rivoj kutida, O'zbekiston Tojikistonga quloq navaz. Ha, O'zbekistonga zindagika deysam, ona shu borat zapravka baranagar yoki vaybaranagar hozir qonunda to'g'ri namomadagi kada plastik kartaki to'lamakagi aslash hamma jo'ba so'mikdagi darkor, ayin quloq navagi davlatma chi zapravka bar edagar pula majbur plastik kartaki to'lakan. Anayin bu tuxunsen direy sodayım O'zbekistona mayli kuchimga men mo'g'ul zoda bu. Billah. Ha, lekin bu meni savolimga javob bera olmaydi. Ha, yuksaz, lekin mana savolimga javob nima shutkisiz? Agar o'zbeklar mo'g'ullarni o'zbek deb hisoblashmasa, nega mo'g'ulli urug'lari 92 urug' ichida bor? Va nega mo'g'ul saltanatlarini o'zbek deb atashadi? Ya'ni kusaski in tuyo gapoy zaysakot mana gapimga dalil nam shu tusas. Haqiqat, akuma o'zbekka medonan Samarqandman deysam haqiqatan javobdan atunisigi. Kusaski o'zbeko mo'g'uloya o'zbek hisob nakunad yoki o'zbekoya shakl kitegish va millat kutagi vayashma mo'g'uloya hisob nakunadigar kusas. Chua mo'g'uloya davlatasha ay o'zbek mugul. Ya'ni mo'g'ulon soxtagi davlatga ayni o'zbek mugul yoki chua navadi du urug'i o'zbekba, ya'ni xonu o'zbekba. Mo'g'uloya urug'osha qatkamondagi. Masalan, Barloso mo'g'ul bud. Ayni hozir o'zbek mugulki, men turk, lekin Barloso o'zbek. Nihoya sevil bilan familiyalarni shu. Yana eng qizig'i shundaki, o'sha 92 urug' ichida arablar ham bor, lekin Eroniy xalqlar, surlar va baqtariyatlar yo'q. Ya'ni kusaski, hamun 92 urug' ba kusas, Jonibek 780 tojik bacha. 92 urug' o'zbek ba kusas, dashi araboya va yasha qatikaga shumon kusas. Inaki e'tibor kuni Eroniyo, ya'ni Suudiyo yoki baqtariyo nes kusas.
bu tojiklarga bo'lgan hurmatsizlik emasmi? In tojikoba ya'ni tojikga behurmat nakaysa to'mishi muqtazı xil noto'g'ri da'voki. Axir siz aytganingizdek o'zbeklarda o'sha qadimgi sug'urlar xoni bor. Ha. Men shoma bola patofdan e'tibor qiladigan Telegramda як Сугдиё я гуфт Аймон гуфт, Турк гуфт, я гуфт ин Акавказ ондagi ko'chmanchi, in tojiko ko'chmanchi bega gуфт, boya gуфт Сугдиё ин tu xotun didid bola. Ha dedim. Chunki o'zbeklarda ham o'z miqdorda mo'g'ul xoni bo'lishi mumkin, hattoki tojiklarda ham. Na gufku hech qachon millat xoshmi namaydonadki be chiqing xunbagicha. Ya'ni injaqsizki töre o'zbekova mo'g'ullar xonash bagis, lekin tojikova emas xusus. In kamika tojikova mo'g'ullar xonash bagis ishi halamına çünkü bütün dünyaya millatlaşma aralaş xonash. Var xune. Xune o'zbek va arab ham xonashas. Xune o'zbek va hind ham xonashas. Tabiin. Ana kun. Johnny Beck 780 javob do'ysiz. Men o'zbeklarga nisbatan hurmatsizlik qilmayapman. Men o'zbeklarga nisbatan hizali nohurmatini qaysaysiz. Sizdaqa o'zbeklar mo'g'ullarni yomon ko'rsangizda ular qurgan davlatlarni o'zbek davlati deb aytaysiz. Ya'ni shuni mo'g'ullar ganda benetonan, mo'g'ul davlati ayni hududda aytasiz. Ana shu narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Anani chizva aniq qadalmoqsiz. Agar o'zbeklar qarliq bo'lsa, nega faqatgina qarliq davlatlari bilan maqtanmaysiz? Agar o'zbeklar qarliq bo'shapsiz, ya'ni na bo'lgan gov, 90% qarliq o'zbeklar, insa tanami giradi. Ana kun juqsizki mana cho'a agar o'zbeklar qarliq bo'shab, qarliqqa xudosh so'xdagi davlatoki, xudotona nishonami teton, peshnami gireton davlatoni nishonami tetonsiz. Haqiqatan masalan mo'g'ul barloso Temuriyo ya'ni davlati Temurasoq Gurganida aynan mogutki umrus Temuriya davlatish aynamon, lekin yagoncha buna mogutki nomi davlatdan Gurganit. Hamin daraja duruqchi. Xo'p. Va nega Tojikiston Buxoro amirligini qo'l ostida bo'lgan? Cho'ksiz, ya'ni va nega Tojikiston Buxoro amirligini qo'l ostida bo'lgan? Chiboksiz Tojikiston Buxoro amirati Buxoro dastashi bud. Tojikiston o'zbeklariniki degan propaganda qilasiz. Axir Buxoro amirligi mo'g'ullardan tarqalgan-ku, mang'it chingiziylar. Ya'niki tushunmaganjimi? Amorati Buxoro mang'it o'zbeko bud. Ya'ni ki mang'it o'zbekni, mang'it o'xsas, mo'g'ul urug' o'xsas. Ya'ni ina o'zi mang'it o'zbek kuta, mang'it ayni xudo sho'magan, lekin mang'it ayni mo'g'uloy urug'ash. Amorati Buxoroya mo'g'ul so'xdagi, mo'g'ul urug', mang'it so'xdagi bo'lsa, shuni cho'lni davom qilib İsmoil Somoni ham men tojikman demagan va u paytlarda millat tushunchasi bo'lmagan, xalqni o'zi shunday deb ataydi. İsmoil Somoni tojik nabud yoki men tojik guftam naxusas. Xo'p, ana kun İsmoil Somoni mon na agisha medone. İsmoil Somoni so'xdagi davlat ba Skif, Sak, So'g'd, Bo'xtar, Xorazm, Eroniy qabilo yak shuda hamon davorba asosi yak millat ya'ni tojik shakllanganidan. Ayno peshangi ajdudoy mohon, ayni mohon va ya tarixash ayni mohon. Qo'yma besavol. Ammo Amir Temur o'zini turk deb atagan va Alisher Navoiyni o'zbek tilida ijod qilishga chaqirgan. Ana kun Amir Temur qo'sha hech gijoba turk naqtagi yak duyamash. Amir Temur xudasha masalan ya'ni shoh shudana barosh mo'g'ul ya'ni Chingizxona xunash budagi doktora zanka kitana badza shoh shuda davlat sozikagi. Nomi davlatash Gurganit bud. Murus in o'zbekoycha namagan, ina rusum kunat. Gurganit in domod, ya'ni kuyov o'zbeki bor. Haymon emitadi. Ne o'zbeko gap namazaman. Lekin Ismoil Somoniya gandamuna. Alisher Navoiy o'zbeki zabonga gavzlama targ'ib qilgan. Ino Chig'atoy zabona o'zbeki zabon bo'lgan. Chig'atoy zabona peshlari o'zbeki zabon bo'lgan. Adashi nakunam Chig'atoy in yak mo'g'ul zabon bo'ldi. In Chig'atoy fikram Chingizxona yak pisarashmichi bud. Chig'atoy soni hamuno gap mezagi mo'g'ul zabona Chig'atoy zabon ashmagan. Men adashi nakunam ham tu.
Alisher Navoiy xo'sham bo'li forsi tojiki zabon mad. Hay, akun. Qoraxoniylarga kelgan davrda So'g'diy ayollarga uylangan va farzand ota tarafdan tilda gapiradi. Ba'zilari ona tarafdan, ammo farzandlari ko'pi onadan xon oladi. Shundan bilsangiz bo'ladi, gen sovuq turk til. Ana inja bu xususga qoraxoniya davrashmoqda va qoraxoniya va Suudiya va Asudiya duxtar migrat va yoki assimilyasiya marshrut kimchi Suudiya turk. Bala. Amir Temur bilan Ismoil Somoniylarning nima daxli bor? Bu umuman boshqa tema. Biz hozir mo'g'ullar bilan bog'liq haqida gapiryapmiz. Ya'ni xususki Amir Temur yoki Ismoil Somoniyni daxlash nabud. Men hozir baribir mo'g'ullar gavza sudayim so'z. Inja baxusizki biz aslida Shirinshon haqida gaplashayotgan edik. To'ppa-to'g'ri. Lekin ya'ni inja baxusizki men baribir Shirinshon gavza sudayim so'z. Tarixiy fakt kanallar. Lekin xudosh gapa Hindobo bo'l baykat kitazad. Xudosh gapa Mo'g'uloba kitazadi. Bu baxusizki men baribir Shirinshon Shoh Temur gavza. Xudosh gapa degacha kitazad bo'lmashon bo'l. Ha, keyingi gapni mo'g'ullarga burib ketdingiz. Ya'ni xususki xudat gapa mo'g'uloba kitazadi ko'ksiz. Hozir. O'zingiz burdingiz. Keyin men siganlarga burilib ketdim. Xudat gavziksiz men so'ni siganoy gavzana sarkadam. Keyin paradigm digakas, negapasha daxlashniz. Siganlar deb haqoratga o'tyapsiz. O'zi bironta haqoratlamasini bahs qiladigan o'zbek qolmabdi. Afsuski sigan kuda tojikga haqorat qaysi, behaqorat gavza metinsiga o'zbekon nabras. Agar islom o'shaga nangi Buxoro bir akayam Galasoy kadar in tarixiy fakt kudi kanalki gavzadan baribir Buxoroga tojikosh umuman dalil o'rda natonist. Bu badib gavza natonistga haqorat dodu rasmoy gifta vaykada screenshot okada meni esa nokta shantaj qildi guftan. Baribir hamin tarixiy fakt kanal. Ya'ni tarixiy fakt kanal Buxoroga tojik akaba daromda shantaj qilgan ekan savol javob natonistlar. Yo. Endi sen o'zbeklarning mo'g'ul deganingdan keyin sana ham qarindoshlaringni sigandan tojiklar ko'p jo'gilar bilan xudo anda qiladi-ku. Inja xususki tuya xudo kusi mo'g'ulga o'zbek kusi kusas. Ammo siz tojikga siganmagan. Ino faktki ularda nametonad. Ya'ni ki tojiko sigan bagishi. Lekin o'zbeko azodi mo'g'ul shakli tegish in aniq. Mo'g'ul urug'oya tarkibi urug'oya o'zbekga qat kunad, xuna. Yoki mo'g'ul davlatoya ayni xudosh go'd. Mana hamji bu tajik xususki amorati Buxoroya gavzat, Boloba, Jonibek 780 yoki Amir Olimxona Manghitoya mo'g'ul guf. Lekin hamin shu tarixiy fakt kanal xissa hamun vayo amorati Buxoro ayni o'zbekona guf yoki Manghitoya o'zbekna guf. Dalil o'rda natonisiz, faqat gap, faqat haqorat. In tarixiy faktda man hayron mondim, in bachcha tarixi medonatmin, namedonatmin, seni chalasavudin. Hozir bavar kuned man hamin bachchaga xudashba daromda Instagramga neyzam agar mana mavem shantaj munad. Men esa mintumnom. Харкиноки чехega мезанем ака. Итак, дорогие друзья, вот только что вы сами услышали, да, как наш брат из Фаруруда, точнее из Самарканда, рассказал, кто на самом деле Тарих факт. Тарих факт это узбек. Это Инстаграм, вон, Инстаграм, друзья. Можете смело зайти и написать все, что вы думаете, братья таджики. Почему? Потому что он здесь много чего лишнего сказал против нас, персов, таджиков. И про таджиков Самарканда и Бухары. И про таджиков Фаруруда. Много чего. Вот только что я вам показал факт. Факт налицо. Вот и все на сегодня, друзья. Будьте здоровы, пока. Не забудьте подписываться на мой канал. Я голос персов таджиков. Пока, ребята.